Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Tomosha qilayotganingiz Nurafshon TV telekanali. Xabaringiz bor, joriy yilning 5-may kuni yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlik faoliyatini barqarorlashtirish va mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan navbatdagi taqdimot bilan tanishdi. Anglaganingizdek, bugungi dasturimizning asosiy mavzusi mana shundan iborat bo'ladi. Sohadagi yangiliklar haqidagi savollarimizga studiyamiz mehmoni O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ilhom Jumayev javob beradilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ilk savolim, kuni kecha o'sha yurtboshimiz tadbirkorlarning muammolarini hal etish bo'yicha taqdimot bilan tanishganda aynan qaysi masalalar muhokama qilindi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Kuni kecha muhtaram prezidentimizga bo'lib o'tgan taqdimotida avval tartib bo'yicha tadbirkorlarga reklama peshlavhalarida brendlarning o'z binolariga qo'yilishi va jarima tortilishi bo'yicha qaror chiqarilgan. Bu qarorda to'lov reklamalarning belgilangan, misol uchun 1 metr kvadratdan yuqori qismiga qo'shimcha to'lovlar joriy etilgan edi. Muhtaram prezidentimizga qilingan taqdimotida bu bo'yicha qarorga o'zgartirishlar, kiritilishlar bo'yicha takliflar berilgan. Bu takliflar jarayonida amaldagi tartiblarga qaraganingizda, muqaddam amaldagi tartibimizda 1 kvadrat metrdagi faqat peshlavhasida uni o'zining nomini ko'rsatilgan edi. Uni qaysi brendda ishlashiga, qanaqa brendlarda ko'rsatilmaganligi uchun qo'shimcha soliqlar to'lash ko'rsatib o'tilgan. Mavjud edi. Hozirgi tadbirkorlar tomonidan o'zining brendlarini qo'yilishi ilgari surildi, mana shu surildi, xuddi shu holatda. Bilasizmi, bu bir necha oy muqaddam yoki bir necha oylardan beri deylik, tadbirkorlar o'rtasida umuman olganda yaxshigina muhokamalarga sabab bo'layotgandi. Sababi ular ham aytaylik sotuv obyektlarida deylik, ular o'zining mahsulotlarini sotish uchun o'sha peshlavhalardagi nomini reklama sifatida qabul qilinayotganda norozi edi. Menimcha ularning bir muhokamalariga yaxshi javob bo'ldi deb o'ylayman bundan keyin. Siz qanday fikrdasiz? Xuddi shunaqa tadbirkorlar tomonidan ozgina norozichiligim ham bo'ldi. Chunki meni nomim 1 kvadratga sig'maydi bu. Misol uchun to'liq uzun bo'ladigan bo'lsa, mana 1 kvadratdan oshadigan bo'lsa, men unga qo'shimcha davlat boj to'lashim kerak yoki soliq to'lashim kerak degan fikrlar bo'ldi. Biz ular to'liq o'rganganimizdan keyin chiqarilgan qarorlar, boshqa narsalar to'liq tahlil qilib bo'lganimizdan keyin taqdimotda hozirgi kunda tadbirkorlarga qiyinchiliklar bo'layotgan holatini tushuntirib berildi. Shu holatdan keyin muhtaram prezidentimiz tomonidan bularga albatta qulaylik yaratish maqsadida bu qarorni qayta ko'rib chiqilishini bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bugun Toshkent viloyati miqyosida tadbirkorlar soni qay darajada bugun? Ya'ni yildan yilga ko'payyaptimi? Bu sohaga bo'lgan qiziqish ortyaptimi? Shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'ting. Bu bo'yicha tadbirkorlarimiz umuman Toshkent viloyatidan oladigan bo'lsak, kundan kun tadbirkorlarimizni ko'payishi, oilaviy tadbirkorlar, kichik tadbirkorlarimiz, yirik tadbirkorlarimiz ko'payishi o'tgan yilga tahlil qiladigan bo'lsak, bu ilanchi o'zgarishlar bor. Hozirgi kunda Savdo-sanoat palatasidan tadbirkorlarga beriladigan imtiyozlar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Savdo-sanoat palatasi tomonidan tadbirkorlarga davlat bojisiz sudlarga kiritiladigan da'vo arizalar belgilangan. Bu bo'yicha misol uchun tadbirkorlar asosan o'zi bankrotlik holatlari bo'ladi, boshqa holatlari bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri kelib palatadan maslahat so'rab, ular bilan hamkorlikda ishlab da'vo arizalari sudgalarga kiritilishi bo'yicha juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Bu bo'yicha tadbirkorlarda har bitta qonun hujjatlarini o'rganish, misol uchun soliqlarda noto'g'ri undirilish holatlari bo'ladi, noto'g'ri hisoblashlari bo'ladi. Bu bo'yicha kelingan tadbirkorlar bilan suhbat o'tkazganimizda aslida o'zlarining muammolarini aytib keladi. Ilhom aka, bilamizki, o'sha so'nggi 7-8 yil davomida tadbirkorlar uchun soliq imtiyozlari ancha ortdi. Xususan, qo'shimcha qiymat solig'i 20% dan 12% ga tushirilishini ham ular uchun bir keng imkoniyat deb atasak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Bugun ushbu jarayonlarga tadbirkorlar qanday munosabatda? Albatta, bu jarayonda soliq stavkalarining 20% dan 12% ga tushirilishi prezidentimiz tomonidan juda qulaylik berilganliklari, ularga beriladigan imtiyozlarimiz. Aylanma mablag'larni aytadigan bo'lsak, tadbirkorlar ixtiyoridagi har yili 30-40 million so'm qo'shimcha mablag'lar qolib ketayotganda, bu pullar bank kreditlarining o'rniga ichki resurslarda sifatida ishlab chiqarishni kengaytirishda hozirgi kunda tadbirkorlar tomonidan yo'naltirilib kelmoqda bular.
Taqdimotda ham aynan soliq imtiyozlarini yanada kengaytirish va albatta bunda raqamlashtirishni joriy etish masalasi ham ko'tarildi. Endi aytaylik, umuman olganda bugun yurtimizda turli sohalarda raqamlashtirish albatta o'zining so'zini aytmoqda. Aytaylik, qulaylik yaratilayotgani, vaqt tejalayotgani va shu o'rinda shaffoflikni ham misol qilib keltirishimiz mumkin. Raqamlashtirish umuman olganda tadbirkorlarni qanday bir ijobiy tomonni yoki shaffof tizimda o'z faoliyatini davom ettirish imkoniyatini yarata oladi deb ayta olamiz. Raqamlashtirish nafaqat shaffoflikni ta'minlaydi, balki tadbirkorlarning hisobotlari yuklamalarini, soliqlarga topshiriladigan hisobot yuklamalarini deganda soliqlarga, boshqa yerlarga topshiriladigan statistikalar topshirilgan hisobotlarni bular elektron tarzda bo'lganligi sababli ularning eng samarali yo'llaridan bitta yo'li bo'lib qolinyapti. Ular tadbirkorlarga beriladigan qulayliklari, yengilliklari, misol uchun o'zlarining vaqtlarini tejashlari bo'yicha juda qulayliklar bo'lib o'tmoqda. Mana naqd pulsiz to'lovlar shakliga bu yil, ya'ni 2026-yil 1-fevraldan boshlab amal qilinish anchayin joriy qilindi va yurtdoshlarimizda ham bu borada fikrlar o'zgara boshladi albatta. Endi bu naqd pulsiz shakl tadbirkorlarga qanday o'zining foydasini beradi? Bir kunda naqd pulsiz boring plastik orqali savdo qilingan vaqtida 5 million savdo qilingan bo'lsa, misol uchun naqd pulsizga o'tkazilgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri naqd pulsiz bilan plastik orqalida bo'ladi. Ularda misol uchun chet eldan kelayotgan sayyohlarimiz bor, turistlarimiz bor. Keyin o'zimizda savdo plastik kartasida balki naqd puli bo'lmas yoki bo'lmasa boshqa holatlari bo'ladi. Ularning yonida naqd puli bo'ladi-yu, naqd plastikida pul bo'lmaydi. O'sha holatlarda ulardan kunlik savdosini qilishda tushib ketganligi, boshqa holatlari bo'lgani uchun u bo'yicha taklif berildi, ko'rib chiqildi. Taklifdan keyin ularni shu naqd pulsizda qilinayotgan savdolarni naqd pulga ham qo'shimcha o'tkazish bo'yicha takliflar berib o'tildi. Mehnat munosabatida o'zi umuman jahon masalan o'sha bozorda aytaylik ishchilar faoliyat yuritadigan jarayonda mehnat munosabatining tartib omillari qanaqa va bizda qanday? O'rinli savol berdingiz. Albatta bu bo'yicha tadbirkorlar bilan, misol uchun ularga ishga qabul qilinadigan ishchilarning o'rtasida mehnat munosabatlari bo'ladi. Misol uchun shartnomalar tuziladi. Ayrim tadbirkorlarga ishchilar keladida, boringki fikr beradigan bo'lsak, restoran, kafe, barlarga ofitsiantlar ishga olinadi. Ularga misol uchun hech qanaqa shartnoma tuzilmagan, boshqa narsa qilmagan qo'yib keladi ishga, bir kun ishlaydi, 2 kun ishlaydi, ketib qoladi. U bo'yicha hozir palata tomonidan ish beruvchilar konfederatsiya kengashi tashkil qilingan. Bo'yicha ularning muammo takliflari olinyapti. Muammo takliflari bo'yicha tadbirkorlarga bo'ladigan qulayliklar o'rganib chiqilyapti. Xalqaro tajribalar o'rganilyapti. Ulardagi tajribalar olinib, shu tadbirkorlarga taklif berilyapti, qonunchilik o'zgartirish kirish rejalashtirilyapti. Shuning uchun tadbirkorga keladi, bir hafta ishlaydi yoki 5 kun ishlaydi, boyaga ikkinchi tomon ketib qoladi. Bu holatda tadbirkorda uzilish holatlari bo'ladi. Agarda shuni tadbirkorlar bilan fuqarolar o'rtasida tadbirkorlar oladigan ishchilarni mehnat shartnomasini tuzib qo'yadigan bo'lsa, ertangi kunda ishsizlar soni o'zi kamayish holatlari kuzatiladi. Ularning tadbirkorlarning ham haq-huquqlari o'rda aniq ko'rsatiladi. Misol uchun jamoat shartnomalari tuziladi. Shuning bilan birgalikda boyagi fuqarolarning ham o'rda huquq va majburiyatlari to'liq ko'rsatiladi. Ilhom aka, dasturimiz yakunida mana shu jarayonlar haqidagi xulosangizni bildirib o'tsangiz. Bu bo'yicha aniq fikr beradigan bo'lsak, hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan tadbirkorlar bilan doim uchrashish va tadbirkorlar muammolarini eshitish, ularga beriladigan imtiyozlar bo'yicha tadbirkorlarimiz juda xursand, mamnun. Misol uchun prezidentimiz 20-avgust kunini har yili tadbirkorlarning uchrashuv kuni qilib belgilangan. U yerda barcha tadbirkorlarning hamma muammolari o'rganiladi, ulardan beriladigan takliflar olinadi. Olingan takliflar bo'yicha qarorlarga, qonunlarga o'zgartirish kiritiladi. Undan tashqari ham doimiy ravishda tadbirkorlar tomonidan ular duch kelayotgan muammolar o'rganiladi, umumlashtiriladi va Toshkent viloyat hokimligi orqasidan Savdo sanoat palatasi orqali prezident administratsiyasiga kiritiladi takliflar. Bu bo'yicha faqat o'sha prezidentimiz avgustda asosiy yo'llar bilan tadbirkorlarning uchrashishi, ular bilan rag'batlantirib, boshqalarini liderlar bo'yicha tabriklash holatlaridan tashqari ham yil davomida berilayotgan imtiyozlar
boshqa sohaga nisbatan tadbirkorlarga juda ko'p eng kichkina muammolari o'rganilyapti. O'rganish jarayonida barchasiga qonun doirasida yordam berilib, belgilangan vazifalar amalga oshirilib kelyapti. Ilhom aka, studiyamizga kelganingiz uchun hamda mazmunli suhbat uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Faoliyatingizda muvaffaqiyat tilab qolamiz. Katta rahmat sizlarga ham. O'ylaymizki, ushbu yangiliklar nafaqat tadbirkorlarning mablag'ini, balki ularning eng qimmatli resursi bo'lmish vaqtini ham tejashga xizmat qiladi. Biznes bu tavakkal, davlatning vazifasi esa ana shu tavakkal yo'lidagi sun'iy to'siqlarni olib tashlashdan iboratdir. Mamlakatimiz esa ushbu jarayonda ildam qadam tashlab, har sohada bo'lgani kabi tadbirkorlikda ham yangi imkoniyatlar eshigini ochib, mazkur yo'nalish egalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqda. Bu esa yangi O'zbekistonni qurishda muhim ahamiyat kasb etadi deya dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.